Bugungi matematika darsimizning mavzusi yozma ko'paytirish va bo'lish algoritmidan foydalanish. Darsning maqsadi: siz yozma ko'paytirish va bo'lish algoritmidan foydalanishni o'rganasiz. O'quvchilar, qani ekranga qaraylikchi. Ekranda nimalarni ko'ryapsiz? Ekranda asliqlar hamda o'quvchilar, xuddi sizlarga o'xshagan bolajonlar arqon tortish o'yinini o'ynamoqchi. Bu o'yinimiz sharti mana bu yerda berilgan har bir asliqlarda ifoda berilgan. Bugungi mavzumizga oid, ko'paytirish va bo'lishga oid. Ana shu ifodalarning qiymatini to'g'ri topgan o'quvchilar g'olib hisoblanadi. Qani qaraylikchi. Birinchi asliqda qanday ifoda berilgan ekan? O'quvchilar, mana ifodalar berilgan. Qani ifodani o'qiylikchi. 168 bilan 4 ning bo'linmasi nechaga teng? Albatta biz buni o'quvchilar har doim o'rganganimizdek qulay hisoblash usulidan foydalanamiz. Qani 168 bilan 4 ning bo'linmasi nechaga teng deb o'ylaysizlar? Judayam to'g'ri. 168 bilan 4 ning bo'linmasi 42 ga teng. Biz birinchi bo'lib bunda qulay hisoblash uchun 16 ni 4 ga bo'lib olamiz. 16 ni 4 ga bo'lsak 4, 8 ni 4 ga bo'lsak 2. Demak, to'g'ri javob 42 ekan. Qani endi o'quvchilar, darsligimizdagi birinchi misolga qaraymiz. Ifodaning qiymatini top. Shunda sen mana bu so'zlarni kimning aytganini bilasan deydi. Bu yerda qozoq xalq shoiri Abay Qunanbayev hamda rus shoiri Paustovskiylar berilibdi. Ularda javoblari turibdi ifodaning qiymatining. Biz shu ifodaning qiymatini topsak, qaysi bir so'z qaysi bir shoirning so'zi ekanligini bilib olamiz. Birinchi ifodamiz 585 bilan 9 ning bo'linmasiga 478 ni qo'shsak qancha bo'ladi? Qani o'quvchilar, hisoblaylikchi. Albatta bu birinchi ifodamizning javobi 543. Ya'ni 543 da Abay Qunanbayev turibdi. Abay Qunanbayevning so'zi: odam bo'lish uchun o'z yurtingizga foydangiz tegishi uchun o'qing. Keyingisi Paustovskiyning so'zi ekan. Bu ifodaning qiymati 523 ga teng ekan. Bilim bu tugamas boylik. O'quvchilar, endi 3-misolga qaraylikchi. 3-misol: ifodalarni ustun shaklida yozib hisoblang. Demak, 3-misolni daftarimizga chiroyli qilib, ifodalarni ustun shaklida yozib, hisoblab, qiymatini chiqaramiz. O'quvchilar, keyingi topshirig'imiz 5-masala. Bu guruh bilan ishlash. Ya'ni birinchi guruhga masalamiz: Dilbar 6 ta shirinlik uchun 54 tenge to'ladi. Xuddi shunday 9 ta shirinlik uchun necha tenge to'lashi kerak? Demak, 6 ta shirinligimiz bahosi 54 tenge ekan bolalar. Biz bu yerda bitta shirinlikning bahosini topish uchun 54 ni 6 ga bo'lib olamiz. 54 bilan 6 ning bo'linmasi 9 ga teng. Endi xuddi shunday 9 ta shirinlik uchun necha tenge to'laganini topishimiz uchun 9 ni 9 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 9 bilan 9 ning ko'paytmasi 81 ga teng. Demak, Dilbar 9 ta shirinlik uchun 81 tenge to'lagan. Endi ikkinchi guruhimiz masalasiga qaraymiz. Kichik avtobusda 16 ta joy bor. Bu yengil mashinalardagi joyga qaraganda 4 marta ortiq.
Kichik avtobus bilan yengil mashinada jami nechta joy bor? O'quvchilar, endi buni yechish uchun biz kichik avtobusda joyimiz 16 ta ekan. Lekin bu yengil mashinaga qaraganda 4 marta ortiq ekan. Qanday bajaramiz? Bunda o'quvchilar biz yengil mashinada qancha joy borini bilib olish uchun birinchi bo'lib 16 ni 4 ga bo'lib olamiz. Sababi kichik avtobusda joyimiz yengil mashinaga qaraganda 4 marta ortiq ko'p ekan. Lekin biz ortiq desa ham bo'lish amali bilan bajaramiz bu yerda. Demak, 16 ni 4 ga bo'lsak, 4 yengil mashinada 4 ta joy bor ekan. Kichik avtobusda 16 ta joy bor. Jami qancha joy borini bilish uchun biz 16 ga 4 ni qo'shsak 20 bo'ladi o'quvchilar. Demak, kichik avtobus bilan yengil mashinada jami 20 ta joy bor ekan. Keyingi topshirig'imiz o'quvchilar 7-misol. Rasmdagi soatlar har xil vaqtni ko'rsatib turibdi. Biroq bittagina soat to'g'ri vaqtni ko'rsatyapti. Agar bitta soat 20 minut oldinda ekani, keyingisi 10 minut qolib ketgani, yana biri 1 soat oldinda ekanligi ma'lum bo'lsa, to'g'ri yuradigan soatni toping. Demak, A varianti. Bu 1 soat oldinda ko'rsatib turibdi. A varianti 10 minut qolib ketganini ko'rsatib turibdi. B varianti 20 minut oldinda ekanligini ko'rsatib turibdi. Demak, bizda bu to'g'ri javob V varianti ekan o'quvchilar. Endi o'quvchilar, bu yerda yana guruh bo'yicha ishlash uchun ifodalar berilgan, ustun shaklida hisoblash uchun. Qani, hammamiz daftarimizga chiroyli qilib, har bir guruhdagi o'quvchilar hammamiz chiroyli qilib ustun shaklida yozib, ifodalarning qiymatini topamiz. O'quvchilar, bugungi uyga vazifamiz kitobimizning 99-betidagi 6-misol. Ifodalarni daftaringizga chiroyli qilib yozib, qiymatini topasiz. O'quvchilar, bugungi dars sizlarga tushunarli bo'ldimi? Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, bugungi darsimiz bo'yicha qayta bog'lanish. Qayta bog'lanish men sizlarga olma daraxtini oldim. Olma daraxtda 3 xil olma bor. Yashil olma, sariq olma, qizil olma. Agar siz bugungi darsni juda ham yaxshi tushungan bo'lsangiz, yashil olmani olasiz. Agar darsni yaxshi tushungan bo'lsangiz, sariq olmani olasiz. Uncha tushunmay qolgan bo'lsangiz, hali ham ko'p o'rganishim kerak desangiz, qizil olmani olasiz.